Bizda mana ko'rsalaring bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli studentlar. Bugun bizda yuqori natija. Overall 7,5. Biz 10 oy mehnat qildik va overall 7,5 natijaga erishdik. Xo'p, bunda listening 8,5, reading 8, writing 6,5 va speakingda bugungi qahramonimiz o'zidan eshitamiz. Faxriyor, yaqinroq keling. Assalomu alaykum. Faxriyor, bu natijani biz bilan taassurotlaringizni baholashing. Kutilgan natija chiqdi va men bundan xursandman albatta. Bunda Umbrella English va ustozlarning o'rni o'ta katta. Eng katta o'rin o'ynagan narsa bu men 3 kun emas, support ishlar bilan 6 kun o'qiganim bo'ldi. Va ustozlarning qattiq turishi meni listening va readinglarni oshirishga o'ta katta yordam berdi. Xo'p, rahmat Faxriyor. Va shu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. Sizni vaqtingiz juda ham qisqa bo'lsa, agar sizga IELTSdan yuqori natija kerak bo'lsa, unda biz sizni Umbrella Englishda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.